Interyer dizayner nima ish qiladi va uni qanaqa uslugalari bor? Xo'p, mendan dizayn proyekt uslugasini olishingiz mumkin. Buning ichiga nimalar kiradi? Obyektni zamiridan tortib, mebelirovkasi, planirovkasi, unga dizayn ideya qilishimizni, uni vizualizatsiyasi, 360 ko'rinishi va barcha chertyojlari buning ichiga kiradi. Qarang, bu bizada chizma. Chizmada shunaqa 22 ta punkt bor. Santexnika, elektrika chizmalari, теплый pol chizmalari, горячий вода, холодная вода, kanalizatsiya turbalari hammasi joyi belgilanib, tochkalar belgilanib ketiladi. Proyektni albom qilib klientga topshiraman. Undan keyin menda podключ uslugasi boshlanadi. Podключ uslugamga remonti boshlangandan to tugagungacha bo'lgan barcha jarayonlar, ustalarni nazorat qilish, materiallarni tanlash va dizayn bilan birga bir chiqishini ta'minlash, undan tashqari remontdan keyin jihozlash, mebellar, pardalar, hatto mayda dekorlargacha joy-joyiga qo'yib kalitni shundoq klientga topshirgungacha bo'lgan hamma jarayonlar kiradi. Agar sizlar uylarni dizaynsiz remont qilib bo'lgan bo'lsangiz, uyinglarning dekoratsiyasini o'zini ham qilib berishim mumkin. Siz qaysi uslugamdan foydalangan bo'lardingiz? Kommentariyga yozib qoldiring.